Assalomu alaykum barchaga. Va biz 9-chi darsimizdan keyingi 10-chi darsimiz bo'ladimi shunda? Yo'q, bugun 9-chi darsimiz ekan. 9-chi darsimizni boshlaymiz. Hop. Bugun boshlanishida ozgina amaliyot qilib olamiz. Shu bilan keyin darsni davom ettiramiz. Hop. HTML, CSS fayllarimni ochib, bir-biriga ulab olganman. Hop. Bizga kerak body'ni o'zi bilan ishlaymiz bugun. Xo'sh. Body background image URL va rasm qo'yamiz. Hmm, Rasm neydi mana shu? Qo'ydik. Va natijasini ko'ramiz. Rasm qo'yildi va mana bu joygacha keldi. Bu yoq takrorlanib ketdi. Demak, butun ekranni to'liq qoplab olishi uchun o'tgan dars o'tgandek background size cover. Rasm butun ekranni qoplab oldi. Yaxshi, bizga kerak natija. Hop, endi buni ichiga quti yasaymiz. Box. Box. Va ichiga yozuvli yozaman. Deylik, H1 bilan Lorem 5 va ozgina description Lorem 25 va undan keyin ikkita button red more va shundan ikkita. Hop, mana natijamiz xuddi mana shunaqa holatda turibdi. Ana endi box width o'lcham berib olaman. Deylik 400 piksel. Opa. Va uni ko'rib turishim uchun border beraman. Border 3 piksel solid va oq. O'rtaga olib kelishim kerak. Hozircha bizlarga display mavzu o'tilmagan. Display flex bilan o'rtaga olib kelish mumkin edi. Hozircha margin bilan olib kelamiz. Margin tepadan 50 piksel avto. Bo'ladi. Yana ham o'rtaroq olib kelish uchun 150 bo'ladi. Xo'p, buni ozgina chiroyli ko'rinishga keltiramiz. Ichidagi yozuvlar hammasi oq rangga o'tkazamiz. Color white. Hmm, Yaxshi hozircha. Va font family sans serif qilganimizda ilmoqchalari ketadi. Yaxshi. Endi xohlasak backgroundga oq berishimiz mumkin. Mana yozuvlar ham oq edi, ko'rinmay qoldi va mana bu joyda opposite'ni pasaytirib qo'yamiz. Hmm, Shaffof yoki qora. Yaxshi. Hop. Border mana kerak emas ekan. Borderni yo'qotamiz. Xo'sh. Mana. Tayyor. Ana endi ikkita battonni ozgina chiroyliroq ko'rinishga olib kelamiz. Agar men batten deb turib, ularga rang yoki o'lcham bersam, ikkalasiga ham bir vaqtda bir xilda ta'sir qiladi. Shuning uchun ikkalasiga bir xil bo'lgan o'lchamlarni batten deb beraman. Bittasi rang boshqa, bittasi rangi boshqa bo'lgan
qilmoqchi bo'lsam, ikkalasiga ikki xil klass beraman. Hozircha ikkalasiga bir xil bo'lgan o'lchamlar. Hop, qading ozgina katta qilib olishimiz kerak. 10 pikselga 20 piksel. Ko'ramiz? Yaxshi. Keling, mana 20 ni yana ham tushiramiz. Yaxshi. Va ichidagi yozuvni kattalashtiramiz. Font size 8 piksel bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Ana endi borderlarni olib tashlaymiz. Border, no. Yaxshi. Ana endi ikkalasini ikki xil rangda ko'rmoqchiman. Buning uchun ikkalasiga ikkita nom berib olaman. Class button 1. Ikkinchisiga kelamiz. Class button 2. Endi klass nomi bilan chaqirib, aynan o'ziga tegishli bo'lgan stayllarni beraman. Button 1. Deylik, background color coral. Coral degan rang bor. Ko'ramiz. Yaxshi. Ichidagi rangni, colorni oq qilamiz. Oq emas, boshqacha bo'lib qoldi. Yaxshi. Va o'ng tarafdan ozgina margin beramiz. Margin right 20 piksel. Yaxshi. Ikkinchisi. Button 2. Xo'sh. Background color. Men buni backgroundini ko'rinmaydigan qilmoqchiman. Buning uchun transparent degan rang bor, shaffof. Orqa fon yo'qoldi va color white. Color bor, orqa fon yo'q. Va chiroyli ko'rinishi uchun border berib qo'yamiz. Border 1 pixel solid. Ko'ramiz. Hop. Mana, demak, chiroyli ko'rinishga keldi. Bo'lishi mumkin boxni backgroundi yo'q. Mana, bo'lishi mumkin. Xo'sh, menimcha background bo'lgani yaxshiroq. Va mana, paddingni ozgina ko'paytirsak. Oh, mana, judayam chiroyli. Yaxshi. Xo'p, endi bugungi darsimizda o'zi ko'rishimiz kerak bo'lgan qo'shimcha narsa bu linear gradient degan narsa bor. Mana bodyni o'ziga beramiz, shu narsani ishlatib ko'ramiz. Bu background image bilan birga ishlaydi. Bu ishlagan payt image ishlamay turadi. Va ikkalasini ham bir vaqtda ishlatsa ham bo'ladi. Background image linear gradient va unga rang beriladi. Deylik, to right. Va rang qaysi tarafdan berilayotganini aytishimiz kerak. To right, red. Ko'ramiz. Mana, hamma joyini rang qopladi. Lekin aynan necha foiz? Deylik, 20% ni egallashni xohlasam va 20% dan qolgan joy 80% ochiq bo'sh rang bo'lishini xohlayman. Virgul transparent 80%. Ko'ramiz. Xo'sh, rad qilgandik. Transparent ishlayapti. Buni infoga qo'yamiz. Va transparent yana 100% qo'ydik. Xo'sh, 100%. Transparent hozir ko'ramiz. O'rtada bitta rang qo'shaylikchi. Blue. Yani uchalasi ham bir xil taqsimlab olyapti. Demak, foizimiz ishlamayapti. Xo'sh.
Qaysidir joyini xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Mhm. Buni ishlatib ko'raylikchi. Red 20%, yellow 50%, green 100% berilgan ekan. Xo'sh, buni aytishi bo'yicha aytyaptiki, xo'sh, bu yerda 20%gacha qizil. Red 20% deb qo'yibdi. 20%dan 50%gacha sariq va 100%, 50%dan 100%gacha yashil degan. Mana turibdi. Lekin men unaqa aytganicha o'lchamlarni ko'rmayapman. Menimcha qaysidir joyda xatolik bo'lishi mumkin. Hop, asosiy qiladigan ishimiz, asosiysi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa ikkita yoki uchta rangni bir-biriga qo'shib beradi. Yani background image, URL, tepadagi endi ishlamaydi. URL emas, adashib ketdim. Linear gradient, xo'sh, red qilmoqchiman. Foiz. Lekin men xohlagan narsam chiqmayapti. Transparent 100%. Nimaga? Nimaga? Foiz 50% olib ketyapti. Lekin men xohlagan narsa bo'lmayapti. Balkim o'lchamda xatolik bo'layotgandir. Transparent to'g'ri berilgan. Buni balkim 95 qilib beramiz. Lekin hech narsa o'zgarmayapti. Faqat foizda ishlashi kerak edi, lekin foizda ishlamayapti. Keling, 100 qilaylikchi. 1%. Hech narsa ishlamayapti. Piksel berib ko'raylik. Piksel. Red foiz. Lekin bu ishlashi kerak edi. Transparent 90%. Lekin ishlamayapti. Xullas, transparent bu shaffoflik, 10% qilib qo'yaman. Red bu rang hamma biladi. Transparent bu shaffofligi. Lekin hozir bizda nimagadir ishlamadi. Pastidan tepaga qarab top qilib ishlatmoqchi edim. Men pastdan tepaga qarab chiqarmoqchi edim, lekin nimadir muammo chiqib qoldi. Transparent oldi, lekin nega ishlamadi? Bu transparent 100%. O'zgartirib ko'rdik, hech narsa o'zgarmadi. Ho'p, bugun asosiy ko'rganimiz amaliyot va linear gradient ko'rmoqchi edik. Nimagadir ishlamadi. Mayli, keyingi darslarda qayta ko'rib chiqamiz. Rahmat, salomat bo'ling.